Vashingtonda Kapitoliy tepaligidagi Rainbow House binosida AQSh siyosatining muhim qarorlari qabul qilinadigan joyda Allatra platformasi tomonidan tashkil etilgan Kognitiv urush, axborot terrorizmi va manipulyatsiyaning ta'siri nomli kongress briefingi o'tkazildi. Tadbir siyosatchilar, milliy xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar, tadqiqotchilar va inson huquqlari himoyachilarini zamonamizning eng dolzarb muammolaridan biri kognitiv urushni muhokama qilish uchun bir joyga to'pladi. Briefingda transmilliy tarmoqlarning jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishi, dezinformatsiyani tarqatishi, turli muassasalarga o'rnashib, demokratik jamiyatlarni beqarorlashtirishga qaratilgan gibrid strategiyalar doirasida zo'ravonlik harakatlarini muvofiqlashtirishi muhokama qilindi. Bu holat Qo'shma Shtatlar uchun jiddiy va tobora kuchayib borayotgan tahdid ekanligi ta'kidlandi. Hujumning bu shakli jamiyatni bombalar bilan emas, balki kognitiv urush orqali ichidan yemiradi. Biz ushbu usullar gibrid terrorizmning yangi shakli bo'lmish muvofiqlashtirilgan transmilliy tarmoq tomonidan ishlab chiqilayotgani va qo'llanilayotganini yuqori ishonch bilan taxmin qilyapmiz. Uning ish uslublarining asosiy unsurlari to'g'ridan-to'g'ri natsistlar targ'ibotidan olingan. Tarmoq shuningdek, psixologik operatsiyalar sohasida KGB ishlanmalaridan ham foydalanadi. Tarmoq chamasi yagona markazdan boshqariladi. Bu markaz aslida Rossiya Federatsiyasi va FSB nomli maxsus xizmati hisoblanadi. Antikult harakatining zamonaviy ko'rinishi 1990-yillar boshida bu safar Rossiya hududida aniq maqsad bilan qayta tiklangan. Harakatning maqsadi totalitar tuzumni qayta o'rnatish va demokratik dunyoni izdan chiqarish. Uning e'lon qilingan vazifasi sektalar bilan kurashish va jamiyatni kultlardan himoya qilish. Bu uning omma uchun tashqi qiyofasi xolos. Aslida harakatning uslubi axborot psixologik zo'ravonlikka asoslangan. Uning asosiy quroli diniy, ijtimoiy va siyosiy ozchiliklarni jamoatchilik oldida badnom qilish, yorliq osish va tizimli ravishda ularga qarshi ijtimoiy nafratni qo'zg'atishdir. Antikultchilar tarmog'i pog'onali tuzilishga ega. Uning tepasida Rossiyada joylashgan mafkuraviy markaz, Rossiya dinlar va sektalarni o'rganish markazlari uyushmasi, qisqacha RATSERS turadi. Bu tashkilotga Aleksandr Dvorkin rahbarlik qiladi. RATSERS Rus pravoslav cherkovining deyarli barcha missionerlik bo'limlari va markazlarini o'z ichiga oladi. Shu sababli u Rus pravoslav cherkovi RPC bor bo'lgan Rossiyadagi har bir shaharda faoliyat yuritadi. U ham RPC, ham uning asosiy maxsus xizmati bo'lgan FSB ko'magida faoliyat yuritadi. Bugun biz sizlarga antikult tarmog'ini ifoda etuvchi va uning buzg'unchi texnika hamda usullarini faol qo'llovchi shaxslar, tashkilotlar va hatto jurnalistlarning ismlarini ham taqdim etamiz. Bizning baholashimizcha, xalqaro antikult tarmog'i tomonidan qo'llanilayotgan kognitiv urush qurollari fuqarolarimiz va institutlarimizga qarshi yo'naltirilgan. Bu tarmoq qutblanishni kuchaytirish, mojarolarni keltirib chiqarish va xavfsizligimizni zaiflashtirish maqsadida siyosiy munozaraga kirib kelgan. Ushbu tarmoqning asosiy quroli stigmatizatsiya, ya'ni uning nishoniga aylangan guruhlarga sekta va boshqa yorliqlarni osish hisoblanadi. Bu e'tiqod erkinligi va so'z erkinligiga to'g'ridan-to'g'ri va doimiy tajovuz. Chunki ularning holatida bu shunchaki fikr emas, balki metodologiyadir. Ular aynan shu usuldan foydalanadilar. U ommaviy axborot vositalarida ta'qib qilishdan tortib, jismoniy zo'ravonlikkacha bo'lgan repressiv harakatlarni qonuniylashtiradi. Biz birgalikda bu dalillarni to'plab, ularni jamoatchilikka taqdim eta olamiz. Briefingda antikult tarmog'i nishoniga aylangan jamoalar vakillarining guvohliklari taqdim etildi. Ular ushbu tarmoq faoliyati natijasida yuzaga kelgan jiddiy zarar va tizimli suiiste'molliklarni oshkor qildilar. 1990-yildan beri millionlab Falungun amaliyotchilari shafqatsiz ta'qiblarga, hibsga olinishlarga, qamoqqa tashlanishlarga va qiynoqlarga duchor bo'lgan. Bugungi kunda qiynoq va zo'ravonlik oqibatida sodir bo'lgan 5002 tadan ortiq aniq hujjatlashtirilgan o'lim holatlari mavjud. Xitoy tribunalining baholashiga ko'ra 100 minglab odamlarning tana a'zolari vahshiyona zo'ravonlik bilan chiqarib olingan va natijada ular halok bo'lishgan. Biz bu yerda kognitiv urush, manipulyatsiya va dezinformatsiyaning ta'sirini muhokama qilish uchun yig'ildik. Buning eng yorqin misollaridan biri internetdagi
shunchaki antisemitizmdir. Bu faqat yahudiy jamoasining muammosi emas. Bu demokratiya, ishonch va jamoalarimizni haqiqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan manipulyatsiyalardan himoya qilish qobiliyati muammosidir. Mening ismim Jason Bell. Michigan shtati Milliy gvardiyasining sobiq katta serjanti veteranman. 2011-yilda Afg'onistondagi harbiy missiyada ishtirok etdim. Harbiy xizmatimni 46-harbiy politsiya otryadi Light Guard Armory'da tugatdim. U yerda 2016-yilgacha ko'plab veteranlarimizning dafn marosimlarini o'tkazdim. Hozirda Michigan universitetida o'rta va yuqori sinf o'qituvchisi mutaxassisligi bo'yicha bakalavr bosqichini yakunlayapman. Menga ko'p imkoniyatlar bergan vatanimga o'z mehnatim bilan minnatdorchilik bildira olishimga umid qilaman. Vatanimni himoya qilgan inson sifatida hech qachon bir kun kelib ko'ngillik faoliyati bilan erkin va ochiq shug'ullanish huquqimni himoya qilishga majbur bo'lishimni o'ylamagandim. Aynan shu narsa meni bugun bu yerga olib keldi. Bugun eshitganlaringizning barchasini chuqur tushunishingiz, his qilishingiz, buni farzandlaringiz hayotida o'z turmush tarzingizda ko'rishingiz va agar biz hech qanday chora ko'rmasak, bu albatta siz bilan ham sodir bo'lishini anglashingiz uchun aniq bir hayotiy misolni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Gap yuqorida batafsil muhokama qilingan antikulchilarning aniq harakatlari va AQShning asosiy dushmani Rossiya Federal xavfsizlik xizmati haqida ketyapti. Ularning xatti-harakatlari tufayli men 5 yil davomida Allatra xalqaro ijtimoiy harakatida ko'ngilli sifatida faoliyat yuritganim uchun dushmanlik, nafrat va ta'qiblarga duch keldim. 2015-yildan beri men Detroit Kung Fu akademiyasida Wing Chun uslubi bo'yicha murabbiy sifatida ta'lim olganman. Ma'lum vaqt o'tgach, sizga o'z maktabingizni ochish va bu maktab obro'sidan foydalanib, pul topish hamda bu san'atni boshqalarga o'rgatish imkoniyati beriladi. Biroq ustozim meni bu imkoniyatdan mahrum etdi. U menga men diniy sektaga a'zo ekanligim haqida ma'lumotlarni ko'rsatdi. Bu ma'lumotlarni u Wikipedia, turli internet nashrlari va mahalliy hamda xorijiy manbalardan topgan ekan. Menga va oilamga yopishtirilgan yorliqlar tufayli meni bir necha bor masxaralab, jamiyatdan chetlatishdi va quvg'in qilishdi. Men ko'p marta ularning sog'lom fikrlariga murojaat qilishga, ko'pchiligimiz singari odamlarni dalillar bilan ishontirishga urinib ko'rdim, ammo bu befoyda bo'ldi. Ushbu nashrlar menga va oilamga uzoq muddatli va jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bu manbalar noto'g'ri ma'lumotlar va yolg'onlarni tarqatib, ijtimoiy doiralarda obro'yimga putur yetkazdi va jang san'atlaridan dars berish orqali kun ko'rish imkoniyatimni yo'qqa chiqardi. Bundan tashqari, ular mening o'qituvchi sifatida kelajagimga xavf solayotganidan haqli ravishda xavotirdaman. Chunki meni pedagog sifatida qabul qilinishim jamoatchilik fikriga juda bog'liq. Ayni paytda mening tashvishlarim shaxsiy karyeram doirasidan ancha kengroq. Menga qarshi ishlatilgan taktika va yorliqlar o'qituvchilik faoliyatimga albatta to'sqinlik qiladi. Biz Rossiya va chet ellarda vaziyatni kuzatganimizdek, ko'plab odamlarga ta'sir qilgan holatlarga chuqur e'tibor bermaganimizga qaramay, ammo asossiz yorliqlar va yolg'on ma'lumotlar tufayli ko'chalarda ushlangan, eshiklarni sindirib, uylariga bostirib kirib, qamoqqa tashlangan odamlar haqida bilamiz. Bu esa haqiqiy ahvolni isbotlash va kelishuvga erishish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Shundan so'ng inson qiyofasidan chiqarishning ta'siri boshlanadi. Mana shu narsa meni jiddiy tashvishga solyapti. Bu hech qanday holatda va hech qanday shaklda bizning voqeligimizga aylanmasligi kerak. Bizning burchimiz va mas'uliyatimiz ushbu tahdidga qarshi kurashishdir. Qanday qilib men jamoatchilikni iqlim va uning hozirgi hamda kelajakdagi oqibatlari haqida xabardor qiladigan ijtimoiy ahamiyatga ega guruh yoki tashkilotga aloqador bo'lganim uchungina Facebook odamlarni ajratadigan va uzoq muddatli zarar yetkazadigan fikrlarni muvaffaqiyatli targ'ib qilyapti. Men erkinlikni himoya qilish uchun xizmat qildim. Endi esa shu erkinlikdan foydalanayotganim uchun ta'qib ostiga olinyapman. Bu harakatlar zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Men o'z yurtimni chet el maxsus xizmatlarining amerikaliklarning ongini yaxshi uyushtirilgan dezinformatsiya orqali boshqarayotgan operatsiyalar xavfini tan olishga chaqiraman. Aybdorlar javobgarlikka tortilishini va adolat o'rnatilishini talab qilaman. Bugun men bilan birga bo'lganingiz va hikoyamni tinglaganingiz uchun barchangizga tashakkur. Tarmoqning ta'siri hokimiyatning eng yuqori qatlamlariga qadar yetib borgan. Brifingda tarmoqning Yevropadagi ehtimoliy agenti Yakub Yaxl ishi batafsil yoritildi. Unga nisbatan jiddiy jinoiy ayblovlar qo'yilganiga qaramay, tergov o'tkazilmagan. Aksincha, u himoya bilan ta'minlangan. Guvohlar 8 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan muntazam jinsiy zo'ravonlik haqida ma'lumot berishmoqda. Guvohlarning aytishicha, Yaxl alohida xonada yashirincha bolalarga noma'lum moddalarni ukol qilgan. Shuningdek, u sadistik shafqatsizliklar sodir etgan. Jumladan, jabrlanuvchilarni
ularni kaprofiliya bilan shug'ullanishga va daydi itlarni o'ldirishga majburlagan. Hujjatli filmda Violet ismli qiz bolaning tarixini ko'rib chiqaylik. Uning so'zlariga ko'ra, atiga 13 yoshida Yaxil uni zo'rlagan. Dastlab u qizning suvga biror narsa qo'shgan, qiz esa buni darhol sezmagan. Keyin uni bir necha marta zo'rlagan. Qizaloq qochishga uringanida esa Yaxil uni pichoq bilan sanchigan. Hujjatli filmda Violet yillar o'tib ham jismoniy va ruhiy izlar qoldirgan bu jarohat haqida so'zlab beradi. Ushbu ishning eng dahshatli hujjatlaridan biri jabrlanuvchilarning jim turishining sababidir. Ular nima uchun politsiyaga murojaat qilishmadi? Chunki ularning o'zlari jurnalistlarga tushuntirganidek, mustamlakachilik davridan meros qolgan azaliy kuchlar tengsizligi ularga Yevropadan kelgan, daxlsiz deb hisoblangan oq tanli odamning so'zi doimo kambag'al mahalliy bolalarning ko'rsatmalaridan ustun bo'lishini o'rgatgan edi. Ularning fikricha, Yaxil daxlsiz shaxs edi. Guvohlarning aytishicha, kulib turgan afrikalik bolalarning suratlaridan foydalanib, mehribon yevropaliklardan taxminan 2 million chek kronasi, 85 ming AQSh dollari atrofida xayriya yiqqan. Biroq guvohlarning so'zlariga ko'ra, bu mablag'lardan bir tiyin ham bolalar ehtiyojlariga sarflanmagan. Aksincha, ular Yaxilning shaxsiy ehtiyojlarini qondirish, u yoshlar orasida tarqatgan giyohvand moddalarni xarid qilish uchun ishlatilgan. Bu holat mahalliy hokimiyat tomonidan qayd etilgan. Uning giyohvand moddalar savdosi ayblanganligi haqida rasmiy hujjat ham bor. Muhimi shundaki, u bolalarga yordam sifatida to'plangan xayriya mablag'larini mahalliy amaldorlarga pog'ra berib sotib olishga, ularning jim turishi va ko'maklashishini ta'minlashga sarflagan. Violet va Moshidagi boshqa bolalarning ko'rsatmalari qo'rquv, qashshoqlik va tizimning loqaydligi tufayli osongina yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Ammo bu holat Allatra xalqaro ijtimoiy harakatining aralashuvi tufayli yuz bermadi. Chunki harakat inson huquqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanadi. Asim Japishovaning hujjatli filmi chiqarilgandan so'ng Allatra ko'ngillilari jahon jamoatchiligi ovozini yetkazuvchi vazifasini o'z zimmalariga olishdi va Tanzaniyadagi ovozlar xalqaro jamoatchilikka yetib borishini ta'minlashdi. Allatra ko'ngillilari Chexiya Respublikasi hukumatiga rasman murojaat qilib, barcha hujjatli dalillarni taqdim etishdi va to'liq tergov o'tkazishni talab qilishdi. O'z fuqarolaridan biri tomonidan sodir etilgan dahshatli jinoyatlar haqidagi batafsil hujjatlashtirilgan hisobotni olgach, har qanday mas'uliyatli va oqilona hukumat, ayniqsa NATO va Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan davlat zudlik bilan puxta tergov boshlashi kerak edi. Biroq Chexiya hukumati butunlay teskari yo'l tutdi. Biz ataylab qarshi chiqish va inkor etish kampaniyasiga, shuningdek, jabrlanuvchi va jinoyatchining hayratlanarli o'rin almashishiga guvoh bo'ldik. Huquq-tartibot organlarining eng yuqori mansabdor shaxsi boshchiligida Chexiya hukumati bolalarni ketma-ket zo'rlashda gumon qilingan shaxsni ommaviy ravishda oqlashga qaror qildi va shu bilan jabrlanuvchilarga sizning ovozingiz ahamiyatsiz degan qonni muzlatadigan xabar yubordi. Shu bilan birga u Yevropadagi FSB bilan aloqador antikult agentlariga o'zlarining g'ayriinsoniy xatti-harakatlari uchun to'liq himoya ostida va jazosiz ekanliklarini belgiladi. Bu esa bolalarni qayta zo'ravonlikka duchor qildi. Ularning ruhiy travmalari inkor etildi. Ularning rostgo'yligi shubha ostiga olindi va ularning azob-uqubatlari taxmin qilingan zo'ravonning obro'sidan kamroq ahamiyatli deb topildi. Huquqiy tizimning bu inqirozi tizimli irqchilik bilan chambarchas bog'liq. Chexiya hukumati o'z harakatlari bilan amalda inson qadr-qimmati iyerarxiyasi yaratdi. Bitta oq tanli Yevropa fuqarosining obro'si qasamyod ostida tasdiqlangan va hujjatlar bilan isbotlangan o'nlab qora tanli afrikalik bolalarning guvohliklaridan oshkora va zo'rlab ustun qo'yildi. Buning oqibatlari dahshatli. Demokratik institutlar dushman maxsus xizmatlarining agentlarini himoya qilish uchun ishlatilmoqda. Bu faqat Yevropaga xos muammo emas. Bu Qo'shma Shtatlar uchun aniq va haqiqiy tahdiddir. Yevropada o'z agentlarini himoya qila oladigan tarmoq Amerikada ham yolg'on axborot tarqatishi va siyosatni boshqarishi mumkin. Shu sababli biz kongressga quyidagi 4 ta chorani amalga oshirishni tavsiya etamiz. Birinchidan, antikul tarmoq faoliyati va u bilan bog'liq barcha shaxslarni zudlik va sinchkovlik bilan tekshirish zarur. Ikkinchidan, biz kongressni ushbu tarmoqning asosiy shaxslari, xususan Yakub Yaxil va uning siyosiy homiysi bo'yicha darhol tergov boshlashga chaqiramiz.
Uchinchidan, Qo'shma Shtatlar o'zining barcha diplomatik ta'siridan foydalanib, Chexiya hukumati va Yevropa ittifoqiga adolatga to'sqinlik qilishni to'xtatish uchun bosim o'tkazishi kerak. Biz Yakub Yaxil ishi bo'yicha to'liq va ochiq xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilishimiz lozim. Bu Lanzarot konvensiyasi doirasida qabul qilingan majburiyatlarga muvofiq bo'lib, tergov o'tkazish bo'yicha dastlabki chaqiriqlarga to'sqinlik qilgan yoki ularni to'xtatgan barcha mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortishni o'z ichiga olishi kerak. Sessiya ushbu tarmoq va uning bo'linmalariga nisbatan xalqaro tergov o'tkazishga da'vat bilan yakunlandi. Transmilliy antikult tarmog'i qo'llayotgan kognitiv urush qurollari allaqachon fuqarolarimiz va muassasalarimizga qarshi yo'naltirilgan. Uning mafkurasi birinchi moddaga to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'lib, din erkinligi huquqi jinoiy ish sifatida tasnif qilinishi mumkinligi g'oyasini ilgari surmoqda. Ayni paytda bu mafkura Rossiya tashqi siyosatining demokratiyani ichkaridan beqarorlashtirish vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Bugungi kunda ularning qanday ishlayotganini o'rganishning o'zigina yetarli emas. Chinakam himoyalanish payti keldi. Ularning xatti-harakatlaridan o'zimizni himoya qilish va albatta vatanimiz hamda oilalarimizni asrab qolish vaqti keldi.